Bir istakan çay. Hikoya. Birinchi qism. Uyga kirib chapinimni asqu esib turishimga ayolim bir istakan chayni akilib, chay ustiliga qo'ydi. Çay ishgach turun tamoq hozirlab pishidi. Uning gullik peshtam ichidagi semirishga boshlagan badini va ching chigilgan yog'liqqa qarab, birdila arvoyim ushdi. Nimanda qiziq chay bu? Meni ko'yib o'lsin dedingmi? Mening varqirishimdan uning garimsiz yuzi tatirgandek bo'lib, tizla asli keldi va kechiring degunicha kichikroq istakanda birini akilib, chayni 2 istakanga bo'ldi. Siz qo'lingizni yo'g'ichi chaymi sovib qoladi? U yana shundoq kishini bezor qiladigan kulimsirish bilan oshxonaga kirib ketdi. Yaqindan beri uning hamma yeri ko'zimga sat ko'rinadigan bo'lib qolgan edi. Hatto uning ovozi, mengish turishi, qilgan har bir ish-harakatlarimi ko'zimga faqatli sig'maydi. Ishdan kirishimgila paypetak bo'lib choy damlab, meni xuddi mehmon kutgandek kutib ketishlari. Uy ichida sabmikash bilan shipildab mengishlari. Ish qilib, uning hamma turgan putkini meni shunchalik bearam qiladi. Meningcha bo'lganda bu uyga faqatli qaytmasam. Shahar ichidagi yangidan setib olgan uyimda go'zalim bilan birga tursam. Uning men anglab qanmaydigan shirin shekar so'zlarini kecha kunduz anglab tursam. Nima degan yaxshi bo'ladi-da? Lekin ota-onamning patpatli kelib qilishi, cho'ng o'g'limning odamning ichini ko'rayotgandek o'tkir ko'zlari bilan savol nazarda tikilishlari meni kunda uyga kelib, ayolimning kishini bezor qiladigan chiroyini ko'rib turishga majbur qilyotdi. Tamoq yevilang. Ayolim mezlik edi tarab turgan bir tahsilaga men oldim qo'ygandan keyin bayatim beri men to'shqizib qo'ygan kuldanning kulini to'kdi va derizini ochdi. "Ey! Havo shuncha sovuq tursa, nimishqa derizni ochsa?" Uy ichida laylab turgan ko'küchisini ko'rib tursammi, qasddan varqirdim. Uyning ichi isqi to'shib ketibdi. Yana kelib havomi uncha sovuq emas-ku. Sen ertadan ketkichi uydan chiqmay isib ketganing bilan men to'nglab ketdim. Meni qiynamasan kunim o'tmanda sening? Bu siz nima ish ta'tirlik qilasiz? Havo olmaysin dedim shu. Nima? Meni ta'tirda o'tamsa teğe? Mana ta'tir degan. Shundoq deganimcha ishtoyimni qo'zg'ab turgan lag'manni yerga otdim. Ya eg'izga tetug'day tamqing yo'q. Ya quloq xo'shaqidek bir eg'iz gaping yo'q. Seningda xotindan jaq to'ydim men. Darhol xitingni ilib, ko'zimda yo'qol. Uning har vaqt tabassum o'chmaydigan tatrang'i chiroyidan bu qitim kulki o'chdi. U menga birdam tikilib qarab o'tgandan keyin yerdagi taxsi sunuqlarni va chechilib turgan cho'p, qo'rimlarni terib yig'ishtirib bo'lib, pol surtkichni akilib yerni surtdi. Meningcha bo'lganda u taxsini otgan hamon jidal qilishi. Hech bo'lmaganda hammani joyiga tashlabla chiqib ketish kerak edi. Shunda qilgan bo'lsa, unidan ajrashishga yaxshi bahona topgan bo'ladi. Lekin uning hech ish bo'lmagandek polni surtib ketishidan judunim texmi o'rlab, uning qo'lidagi pol surtkichni yulib oldi. "Ey, seni yo'qol dedim. Anglayapsan? Yo'qol. Buningdan keyin bundaq sesiq chiying, tamsiz tamqon emas. Senimi ko'rak ko'zim yo'q." Tamoqning qoldiqlarini dasilib ketmasin dedim. Meningmi sabr toqatim to'shqan. Balalarni debla chidab o'tib atqandim. Haydimisinizmi?
Sırlı gitme. Ahiri erkinlik chiqdi. Quluqimga mush urgandek anglayotgan panda nasihat, to'sishlarni muzdek qetib turib olish orqali yangdi. Demisimi 40 yoshdan oshgan cho'p-cho'ng turib, o'zimning turmush ishiga o'zim ega bo'lolmasam, qandoq bo'lgani? Ayolimning yaqinqi necha yildan beri meni xush qilgan birdan-bir ishi, ikki bolamni o'zim olaman degan talabdan boshqa hech qanday qarshiliksiz, shartsiz ajrashqini bo'ldi. Oxiri yep-yangi turmushimni boshladim. Yangi uy, yangi mashina, chiroyli, xushfe'l, zamonga loyiq yosh ayol. O'zimni yashirib qolgandek bo'lib, tarsa mijozim o'zgarib, xushxo'ylashib ketayotganligimdan boshqa yana tabiatning buncha go'zal ekanligini, yo'llarning buncha kengri, ozod ekanligini, odamlarning buncha qizg'in, mehrlik ekanligini yaqinqi necha yillardan buyon tunji qitim his qilyotdim. Ishdan tushib, yangi uyimga, chiroyli xotinimning tatliq so'zlarini anglashga aldiraytdim. Burunqi uyimdan ishkasi chiqqudek bu cho'ng uyni ismi jismiga loyiq go'zal ayolim pulni ayamay xajlab, nihoyatda esil bezatgan bo'lg'achqa, uy ichi qachali qarsi bir xil valaldab, nur chechib turgandek ko'rinadi. Bu esil uyda go'zilim ikkimizga daxli bo'ladigan hech kim yo'q. Xuddi Şerinay o'tkazayotgan oshiq mashhuqlardek bir-birimizning vasliga qanmay, 2 yil, 2 kundayli o'tib, cho'ng o'g'limning oliy maktabga imtihon berdiganligini unutib qolgan edi. O'g'lingiz bek aqlliqkan a? Oliy maktab imtihonida 608 numar olibdi deb angladim. Ishxonadishim shu gapni qilganda hangvoqqandek turib qoldi. Bo'lishliqmaysi ko'kidan ma'lum degandek kichkidili nihoyat zerak edi. Dedi yana biri gapga aralashib. Qaysi kuni uchrab qolgan cho'p-cho'ngni yigit bo'lib ketibdi. Oldimga kelib bir chiroyli ahvol so'radi. Maslikim kelib xeyli uzoqchi kaynidan qarabli qopdiman. Ishxonadagilarning gapi qulqimga zodli kirmaydi. Qaturib chigib olgan galstukum. Kechda ziyofatga berish uchun kiyib olgan dangliq markalik ko'nglikimning yaqisi gelimni siqqandek bearam bo'ladi. Albatta. O'g'limning 600 necha numurliq yaxshi natijasidan xushal bo'lsam-mu, uning natijasini o'zim balam bilan birga o'ltirib yoki uning o'z og'zidan anglamay, boshqalarning og'zidan anglaganim. Uning oliy maktabga imtihon beradigan kunini va natijasi chiqadigan kunidan xabarsiz qolganimdan, o'zimdan nomus qilib, ikki chekamdan bujildab tarquylatdi. Shu kuni koni uyimizga bir qancha qitim beribmi, taqaq turgan ishga usib qaytib keldi. Burunqi ayolimning men biladigan nomeri allaqachon ishiltishdan to'xtagan bo'lgach, ularning xabarini ola olmay, opamga telefon qilib surishtirishga majbur bo'lgan edi. Nima? Bolalarni unutib ketgan emasmisan? Ajab bugun eslab qopsina? Dedi opam to'ngloq bilan. Ayolimdan ajrashishga jon jahli bilan qarish turgan opam bu 2 yildan beri menga tuzuk qapqini ochmay, go'zalnimi kelinim deb e'tirof qilmay yuradi. O'g'lingning oliy maktabga imtihon beradigan kunini men senga hafta burun aytgandim-ku. Yana bilmay qopdiman deysina? Opamning ovozi ochiqdan bo'g'ilib qolgan edi. Sen osh noyiniqingdan boshqa nimani bilading bu tuzkur? İmtihan bergan kuni sen qarangni ko'rsatmayding, navramning oldida xijillikdan yerga kirgidek bo'lib ketdim. To'g'ri. Opam menga eskartgan. Lekin shu kuni go'zalning singlisining to'yi bo'ladigan bo'lg'achqa, to'yga yordamlashadigan aldirashchilikda esimdan ko'tarilib qolgan edi. Telefon tutgan qo'llarim pushaymon, o'kinishdan lag'ildab titraydi. İki chekamdan bujildab tarquylatdi. Vicdan azobi bilan yegan ishkinim tilimga tetimay yurgan kunlarimning birida o'g'lim meni izlab keldi. Apsi ishkimiz ajrashganda opam bilan turman degandan boshqa hech qanday ifoda bildirmagan bu o'g'lim 2 yil jarayonida
men bilan ko'rishgili unmagan edi. Yo'llarda tasodifiy uchrashib qolsaqmi, yiroqdan agib o'tib ketgachga uningdan ranjibmi qolgan edi. Lekin oliy maktab imtihonidagi pushaymonim hamma ranjishlarimni besib ketgan edi. O'g'limning bugun tuyuqsizli idoramning oldida meni saqlab turishi meni bakli xush qilib atgachga oldirab yeniq bordi. Men ata Bejingga mangaman. Shunga opamning zo'ri bilan sen bilan xo'shlashqili keldim. O'g'lim yana shundoq odamni aymandirgidek qarashlari bilan ko'zimning ichiga qaradi. Bejingda shuda o'qiydiganligimni o'qish bitganda mush yerga qaytib kelib xizmat qildiganligimni bilib qolsanglar bo'ldi. Boshqa ishimga boshqa turmasangmi bo'ladi. O'qish pulingni bo'ldi, yanchiqingni ko'lama. Boyi degandek, menga hech qanday yordamning hojati yo'q. Ham qabul qilmayman. Haras, cho'nganimning mahallasida geliqi yerini tashlab qo'yibsan. Aran ayvash keltirgan yer yana ximiyaga yenib qolmasin. Er kishi degan ketman chepishni bilish kerak degan so'zingni unutib qolma. O'g'lim, mening eg'iz etishimgimi, uningga atab qo'ygan kartani elish tugul, oq yo'l tilashkim fursat bermay ketib qoldi. Ikki chekamdan bujildab chiqayotgan terlarimni surtib, parqirab turgan esil mashinamga o'ltirishga royim barmay, asta qadamlarim bilan idora qo'risidan chiqdim. Putlarim o'zimga bo'ysunmagan holda o'g'lim ketgan yo'lga mangmoqda edi. Uning bilan paranglashqim, uning ko'nglidagi gaplarni anglag'im, peshonasiga so'yib turib, oq yo'l tiligim, otiliq salohiyatim bilan uningga yaxshi o'qish to'g'riliq nasihat qilg'im. Uning kam narsalarni to'liqlab bergim. Hatto maktabgacha birga opirib, o'z qo'lim bilan o'g'irlashtirib qo'yg'im. Ish qilib, o'zim deb berolmaydigan yana ko'p orzularim bor edi. Hech bo'lmasa bugun uning balaliq mehri bilan bir qitim kulib qarab qo'yishiga erishalasam-mu mayli edi. Bir dastlab, ikki dastlab burunqi uyimizning oldiga kelib, uyning derisiga qaradim. Burun qachonli qarasam, chiroq yo'riq ko'rinib turadigan bu deriza qop-qorong'u edi. Boshqalarning ko'rib kelishidan ansirab, bino oldidagi daraxtga kirib, xeyli uzun o'ltirgan bo'lsam-mu, derizadan chiroq yo'riq ko'rinmagachga ilojsiz kaynimga yandim. Balam o'qishga ketdi. Uning qaysi kunining aeroplanida yoki poyezdda va yoki avtobusda mangdiganligini bilolmagachga, uni uzitib qo'yish uchun bir kun qatirab yurgan bo'lsam-mu, uni ko'rolmadim. Kayfiyatim intayin tuvan. Qadamlarim eg'ir. Kallamda bosh uchi xiyollar agib yuratdi. Shuncha rahat, salqin ishxonadimi ichim siqilgandek bo'lib, qo'lim ishga bormaydi. Ko'zilimning tatliq gaplarimi quliqimga xo'sh yoqmay, qandaqdir bir narsani yuturib qo'ygandek. Ko'nglimning bir yerlari bo'sh qolgandek. Bu bo'shliq ichidan bo'ron gurkirab turgandek bir xil sezim meni bearam qilib turadi. Ozoda uydagi yumshoq krestloda so'zilib yetib, o'g'limning, cho'nganimning mahallasida geliqi yerini tashlab qo'yibsan. Aran ayvash keltirgan yer yana ximiyaga yenib qolmasin. Degan so'z esim keldida, o'rnimdan chachirab turib ketdim. Balamning deganidek, opamning mahallasining chetidagi dadamdan qolgan bu yerni yer qilish uchun oz jabo tortmagan edim. Har yili yozda dam olish kunlari balam ikkimiz bu yerda issiqni issiq, sovuqni sovuq demay ishlagan. Planlagan ishni tugatib yetish uchun tamoq yeyishkim qaytmagan kunlarimizmi bo'lgan edi. Dastlabda o'g'limga ish xo'sh yoqmagan. Bu yerga bo'ynidan bog'lagandek kelgan bo'lsa-mu, keyin qilgan amgikimizning natijasi ko'rilishga boshlagandan keyin uning ishlash irodasi oshgan. Qo'llari qapirib, qon chiqib ketgan chaqdimi chitigan edi. Qachonki go'zilim bilan tanishdim, shundan keyin dam olish kunlarim yerga ishlashga oshmaydigan. Hatto 12-oyning jondan o'tgidek sovuqida o'g'lim ikkimiz necha kechalab uxlamay suv qo'yib, to'ng yotqizgan yerimizni tashlab o'tgan edi. Kiyim ishkabini shuncha izlabmi, ish qilganda kiydigan tanharkat kiyimimni topolmay jeli bo'lib turganda, go'zal eshikdan kirib keldi.
Xo'sh, qadrli do'stlar, hikoyamizning birinchi qismi bugun shu yerda tamom. Bosh personajimiz o'g'lining orzusi bo'yicha yerga ishlagili borarmi? Uni ayoli go'zal qo'llarmi? Diqqatinglar davomli keyingi sondagi mazmunlarimizda bo'lsin. Keyingi sonda ko'rishguncha xush vaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.